Gunohlar ko'payib ketganda nima qilish kerak? Agar gunohlaring yuzingga ochilib, yuragingda qoplab ketgan bo'lsa, Allohdan yordam so'ra, unga panoh top. Boshingga tuproq sepib, ya'ni boshingga tuproq sepib degani majoziy ma'no, hokisor bo'l degan. Hokisor bo'lib shunday deb duo qil: Ey Alloh, meni osiylik xorligidan itoat izzatiga o'tkaz. Avliyo va solih bandalardek yig'lab nola qil va ey rahmlilarning rahmlisi, ya arhamar rohimin deb duo qil. Sen nafsing bilan kurashmoqchisan-u, uni shahvatlar bilan kuchaytirib borib, oxir oqibat u senga g'olib bo'lishini istaysanmi? O'zingni qutqarmaysanmi? Ya'ni nafsing bilan mashg'ul bo'lmaysanmi? deyaptilar. Kurash qil. Bemor qalb faqat ibodat bilan o'z-o'zidan tuzalib ketavermaydi. Uni ofatlardan asrash va tarbiyalash kerak. Ko'z ibrat, quloq ibrat, til ibrat. Ko'zning ibrati ko'z yoshi bilan poklanadi. Quloq Qur'onni tinglash bilan poklanadi. Til zikr bilan Allohni yod etish bilan poklanadi. Qo'l va oyoq xayrli ishlarga shoshilish bilan poklanadi. Qalb och qolsa shahvat pasayadi. Shuning uchun roza tutiladi, ya'ni. Agar yaxshilikni istasangiz, zikrni ko'paytiring. Jihod 1 soat shirinlik, keyin 1 soat dam olish emas. Jihod nafsing bilan uzluksiz kurashishdir. Nafs bilan uzluksiz kurashish mana shu eng katta jihoddir. Do'stim, inson o'lganda uning xotini, uning bolalari, uning do'stlari, uning xizmatkorlari uning uchun yig'lashmaydi. Balkim undan to'xtab qolgan manfaat uchun yig'lashadi. Shuning uchun sen ulardan oldin yig'lashga shoshil. Ya'ni ibki ala nafsik. O'zing uchun yig'la, ya'ni nafsing uchun yig'la. O'zing uchun yig'ladan murod nafsing bilan mashg'ul bo'l. O'zingni tarbiyala, o'zingni to'g'rila, ya'ni.